Soat 12 ni bosgan kecha boshlandi. Havo eski qog'oz va boshqa bir narsaning hidi bilan to'lib toshgan edi. Chang bosgan javonlar soyasidan unga pichirlab eshitilayotgan deyarli tirik narsa. Ilhom izlayotgan yozuvchi Emma shaharning eng qadimgi kitob do'konidagi tor, unutilgan yo'lak orqasida yashiringan yashirin kutubxonaga duch keldi. Uning devorlari teginish paytida guvillaganday tuyulgan kitoblar bilan qoplangan edi va barmoqlari oz nomi yozilgan charm bilan qoplangan kitobning orqa qismini ushlagan zahoti sahifalar oz-ozdan ochilib, uning hayoti haqidagi hikoyani ochib berar ekan. Uning umurtqasidan sovuq tushdi. Shu soniyagacha, ammo galati darajada toliqsiz. Go'yo kitobning ozi keyingi yurak urishini ozi yozishini kutayotgandek. Har bir bobda uning kundalik ishlari, yashirin qo'rquvlari va shaxsiy pushaymonliklari batafsil bayon etilgan. Lekin sahifalarni varaqlar ekan. U nozik farqlarni, voqelikning kichik buzilishlarini payqadi, sodir bo'lmagan. Ammo shunchalik yorqin ko'rindiki, u ularni xayoliy og'riq kabi his qila olardi va o'qigan har bir so'zi bilan uning atrofidagi soyalar yaqinlashib borayotgandek tuyuldi. Pichirlashlar tobora kuchayib, deyarli tushunadigan so'zlarni shakllantirdi. Uni imkonsiz darajada burilgan javonlar labirintiga chuqurroq chorladi. Hech qanday yo'laklar bo'lmagan joyda paydo bo'ldi. Toki chiqish yo'li yo'qolguncha, oz yurak urishining ritmi bilan titrayotgan, tirikdek tuyulgan cheksiz jildlar qatori yutib yuborilgunga qadar vahima ko'tarildi, ammo u to'xtay olmadi. Keyin nima bo'lishini bilish jozibasi qarshilik ko'rsatib bo'lmas edi va u oqib borgan sari kutubxona shunchaki uning hayotini aks ettirmasligini angladi. U olimni bashorat qildi. Har bir qahramonning oxirini uning qalbini sovutadigan aniqlik bilan belgilab qo'ydi va u olimini tasvirlaydigan sahifaga o'girilganda so'zlar to'liq emas edi. Siyoh bo'lishi kerak bo'lgan bosh joylar, go'yo uni davom ettirishga, keyingi qatorni ko'rish uchun yetarlicha uzoq yashashga undagandek. Hayajon uning ongini nuqson kabi bosib turardi. Havo esa sovuqlashib, yuqoridagi miltillovchi chiroqlar uning oz yuziga o'xshash harakatlanuvchi soyalarni ichkariga burab qo'yardi. Dahshat, keyin u buni eshitdi. Orqasidagi yo'laklardan yumshoq, ataylab nafas olish, avval sekin, keyin tezlashib, yurak urishiga moslashib, hech kimga ko'rsatmagan qo'rquvni aks ettirardi. U ketishga urinayotganda, kitoblarning ozlari siljib, devorlarni hosil qildi. Javonlar oz irodasi bilan harakatlanardi. Oyoqlari ostidagi yer kutubxona tirik, hissiyotli. Uning qo'rquvidan oziqlangandek nola qildi va u tanimagan nomlari yozilgan tikanlar bilan kitoblar bo'limiga qoqilib ketdi. Ammo ichidagi hikoyalar azob va umidsizlik manzaralarini shunchalik real tasvirlab berardiki, u terisida xayoliy qonlarning ta'sirini, chirigan qog'ozning hidi qonning mis hidi bilan aralashib, darhol yutib yuborildi. Kutubxona tovushni oziga singdirib, faqat pichirlashlar va sahifalarning shitirlashini qoldirdi. Keyin u uni ko'rdi. Yo'lak oxiridagi bir qiyofa, xususiyatsiz, ammo imkonsiz darajada batafsil. Uning mavjudligi sovuq ishonchni tarqatib, taqdirining bosh sahifasiga ishora qilar edi va shu lahzada Emma tushundi. Yarim tun kutubxonasi shunchaki hikoyalar to'plami emas, balki tirik yozuv edi. Unga duch kelgan har bir jon qiziqish va qo'rquv bilan oziqlanardi va u qancha uzoq oqsa, shuncha ko'p yozardi. Soyalardan siyoh hosil bo'lib, uni hikoyasiga bo'glab, xotiralarni qayta yozib, ularni dahshatga aylantirib, qochib qutula olmasdi. U bostirgan har bir tuyg'u endi kutubxona uni tuzoqqa ilintirish uchun ishlatgan qurolga aylandi, toki u o'zini javonlarning bir qismiga aylanib borayotganini his qilmaguncha. Chekkalarda abadiy qamalib qolgan hikoya, xuddi u kabi, unga duch kelishi mumkin bo'lgan har bir kishi uchun jimgina qichqiriq bilan soat 1ni urdi va u titrab keta olmasligini angladi. Chiqish yo'li yo'qoldi. Kitoblar uning atrofida tirik mavjudotning obkasi kabi nafas olardi. Endi uning ismini kuylayotgan pichirlashlar va uzoqdagi bir joyda, xuddi kutubxonaning o'zi uning hayotining keyingi bobini yozayotgandek. Qalamning zaif tirnalishi va qorong'ulik uni butunlay egallab olishdan oldi. Uning xayolidagi oxirgi fikr qiziqish hech qachon begunoh bo'lmaganligi va ba'zi bilimlar juda xavfli, juda tirik, juda och ekanligi edi va endi u abadiy yarim tun kutubxonasida faqat bir sahifa, bir satr, bir so'z edi. Uning dahshatlarini abadiy o'qish uchun qamalgan edi. Oz qonlari bilan yaratilgan kutubxona keyingi mehmonni, taqiqlangan bilim izlovchini sabr bilan kutdi. Javonlari cheksiz cho'zilgan, tirik va och edi. Qayerdadir burilish yo'laklarining tubida Emmaning ko'zlari yangi hikoyada ochildi. Yashirin yo'lakni va orqa tomoniga oz ismi yozilgan kitobni endigina topgan mehmonga dahshat bilan tikilib qoldi va yana pichirlashlar boshlandi.